Turfa qismat, turfa taqdirlar. Yetim qiz kelin bo'ldi, yor ayting yoronlar. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stim. Iltimos, videorolik kengroq tarqalishi, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun o'z hissangizni qo'shgan holda like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni faqatgina yaxshilargina tarqata oladi. Hayotiy voqea. Universitetning huquqshunoslik fakultetini muvaffaqiyatli tugatgan Faridun shahar sudida sud ijrochisi sifatida ish faoliyatini boshladi. U nafaqat bilimli, balki juda kelishgan, xushsurat, xushmuomala yigit sifatida tezda jamoa e'tiboriga tushdi. Faridun ziyoli oilaning yolg'iz o'g'li. Ikki opasi Zarina va Zamira turmushga chiqqan, o'zlariga tinch. Onasi Zulayho Bekjanovna universitetda domla, filologiya fanlari doktori. Otasi Botir Akramvich ichki ishlar sohasida martabali lavozimda ishlaydi. Bu oila mahallaning eng ibratli oilasidan biri hisoblanadi. Zulayho opa ayni damda o'g'liga munosib qiz qidirmoqda. Qancha qizlarni o'g'liga uchrashtirdi. Yo'q, birortasi ma'qul emas. Yuragi jiq etmasmish. Oliy ma'lumotli go'zal qizga nega yuragi jiq etmaydi deb onaizor jig'ibiyron. Otasi esa xotinining videolarini eshitib, miyig'ida kulib qo'ya qoladi. Ovora bo'lib, boshingni og'ritib 7 mahalladan qiz qidirib yurma. Botir aka xotiniga maslahat berdi. Ko'rasan, dunyodagi eng aqlli qizni o'g'ling sevib qoladi. Sizga faqat latifa yo ertak bo'lsa, undan ko'ra o'g'lingizning aqlini kiritib qo'ysangiz bo'lardi. Bo'lmasa, bu yozda ham to'y qila olmaymiz. Olgan seplari modadan qolib, kuyayib ketadi. Jig'ibiyron bo'ldi Zulayho opa. Shoshma onasi, shoshma. Hali to'y ham qilasan, qaynona ham bo'lasan. Sabirdagi farosatli kelin. Botir aka shunday deb kulimsiragancha ishiga jo'nab ketdi. Faridunning bugungi ish kuni sal og'ir kechdi. Asosan yolg'iz onalar aliment masalasida shikoyat qilib kelishdi. Ayrimlari bir og'iz gapni tushunadi. Ba'zilari shunaqa tili zahar, bekorga sizni eringiz haydab yubormagan ekan degisi keladi-yu, yana o'zini bosadi. Ayol degani shirin so'z, xush muomala bo'lsa-da. Faridun shular haqida o'ylab, qo'lidagi papkalarni tayyorlarkan, xonasining eshigi taqilladi. Kiring, marhamat. Assalomu alaykum. Kechirasiz, bezovta qilganim uchun. Eshik ochilib, bir qiz ko'rindi. Zaynura opamni shu xonada degandilar. Va alaykum assalom. Keling. Faridun qizga beixtiyor mahliyo bo'lib qoldi. Ha, shu yerda edilar. Boyagina chiqib ketdilar. Qo'l telefonlariga qo'ng'iroq qiling, topishingiz oson bo'ladi. Xo'p, rahmat sizga. Qiz minnatdorchilik bildirib, eshikni tashqaridan ohista yopdi. Eshik yopilgach, Faridun joyiga o'tirdi. Qaysi bir asarda o'qigan so'zlari yodiga tushdi. Ana qaddi qomat, ana qomat, ana husnu, ana malohat. Sochlar misli sharshara deysiz-a? Shirmoy yuzlari qaldirg'och qanotidek qop-qora, qoshlari shahlo ko'zlar u g'unchadek qirmizi lablar, atlas ko'ylakda lov-lov yonib turishichi, muomalasi ham chiroyli, ovozi esa qo'ng'iroqdek ekan. Naq farishtaning o'zi-ya. Bu ko'zlar kalta yubka-yu tor shimlarga o'rganib ketgan uchun o'zimizning xonatlasini ko'rib rosa quvnab ketdi. Kim ekan-a bu qiz? Zaynura opani qarindoshimikan? Faridun o'zi istamagan holda shirin xayollar og'ushiga g'arq bo'lgandi. Faridun bu qizni yana bir necha bor sudxonada ko'rdi, lekin gapirishga haddi sig'mas. O'zini go'llikka solib, uni zimdan kuzatardi. Yurish-turishi, odamlar bilan muomalasida odobli qizga o'xshaydi. Oxiri chidolmadi. Sud raisining matbuot bo'yicha kotibi Zaynura opaga asta gap qotdi. Zaynura opa, yangi qiz ishga kelibdimi? Huquqshunoslikni bitirgandir-da.
Hozir chiqib ketgan sochi uzun qizni nazarda tutyapsizmi? Miyig'ida kuldi Zaynura opa. Yurakdan urdimi deyman ukajon? Opajon, bir narsa so'rab bo'lmaydi-ya, shunchaki so'radim-da, dedi Faridun sir boy bermay. Yonimizda gazeta tahririyati bor, bilasiz-a? Ha, bilaman. Shahar gazetasi, javob berdi Faridun. Bu qizning ismi Shahrizoda. Universitetda o'qish bilan birga shu gazetada korrektor bo'lib ishlardi. Bu yil universitetni bitirgach, uni muxbirlik vazifasiga o'tkazishdi. Juda ham odobli qiz. She'r va maqolalar yozadi. Men bilan hamkorlik qilib, sudyalarimizning nomidan sud ocherklari yozib gazetaga chiqaradi. Hali unashtirilmagan, lekin xaridorlari ko'p. O'g'lim bo'lganida o'zim kelin qilardim. Zaynura gaplarini jon u dili bilan eshitayotgan Faridunga kulib qaradi. Xohlasangiz manzilini aniqlab beraman. Voy opajonim, Faridun shoshilganicha xonadan chiqib ketdi. Faridun endi o'zgacha ishtiyoq bilan ishga kelar, har zamonda eshikka qarab Shahrizodaning kirib kelishini kutardi. O'zi bilmagan holda kun-u tun o'sha qiz haqida o'ylardi. U bilan tanishishga bir arsirli bahona izlardi. Ichidan esa bir nido otilib chiqardi. Kim aytadi seni shaharlik o'qigan yigit deb? Qizlar bilan tanishishga ustayding-ku, nima bo'ldi senga? Shartta borib tanishmaysanmi? Yo'q, u men bilgan qizlardan emas. Bu qiz umuman boshqacha. Yo sevib qoldimmi bir ko'rishda. Odatdagi ish kunlarining birida xonasining eshigi ochilib, Zaynura Shahrizodani boshlab kirdi. Tanishinglar, bu kishi sud ijrochisi Faridun Botidevich. Bu qizimiz esa shahar gazetasi muxbiri Shahrizoda Negmatovna. Muxbirimiz aliment to'lamay yurgan otalar haqida maqola yozmoqchilar. Yordamingizni ayamaysiz degan umiddaman. Zaynura Faridunga asta ko'zini qisib xonadan chiqdi. Yigit va qiz yolg'iz qolishdi. Mana shu maqola tufayli 2 yosh yaqindan tanishishdi. Endi ular ish bo'yicha gaplashib turishar, Faridunning qizga bo'lgan mehri ortib borardi. Oradan 2 oylar o'tgach, Faridun Shahrizodaga maqsadini aytdi. Shahrizoda, men uyingizga sovchi yubormoqchiman. Siz rozi bo'lsangiz albatta. Yigitning savoli javobsiz qoldi. Qiz indamay o'girilib ketdi. Yigit esa bu fikridan qaytmadi. Qizni bezor qilib yubordi. Faridun aka, sizga rahmat, hurmat uchun. Ko'zlarini yerdan uzmay gapirardi Shahrizoda. Lekin siz menga uylana olmaysiz. Nega? Sababi nima? Hayron bo'ldi Faridun. Siz ziyoli bir oilaning o'qimishli o'g'lisiz. Ota-onangiz orzu-havas qilay, o'zimga o'xshagan oila bilan quda bo'lay deb yurishibdi. Men esa tog'asi va yangasi qo'lida katta bo'lgan bir yetim qizman. Ota-onam chaqaloqligimda olamdan o'tishgan. Meni buvijonim, tog'ajonim, yangajonim oq yuvib, oq tarab hech narsaga zoriqtirmay, o'ksitmay katta qilishdi. Ular tufayli oliy ma'lumot oldim. O'z qiziqishim bo'yicha gazetada ishlayapman. Bu aziz insonlarimdan bir umr minnatdorman va qarzdorman. Shu o'tgan yillar ichida qancha yigitlar o'ldim, kuydim deb uyimizga sovchi yuborishdi. Yetimligimni bilishgach, suvga tushgan toshdek jimib ketishdi. Men bundan xafa bo'lmayman. Teng-tengi bilan o'zimga o'xshagan yetim bir yigit bilan umrimni bog'lasam deyman. Bir-birimizni tushunib, tanlayu malomatlarsiz yashardik. Siz juda yaxshi insonsiz, Faridun aka. Ota-onangizni xafa qilmang. Mayli, salomat bo'ling. Shahrizoda ketgach, Faridun o'ylanib qoldi. Bu qiz buncha aqlli bo'lmasa, har bir gapida olam ma'no bor. Men qancha qizlar bilan gaplashganman, lekin Shahrizoda o'zga olam. Bu qiz mening baxtim. Faridun qo'yarda qo'ymay onasi va xolasini Shahrizodani uyiga sovchilikka jo'natdi. Zulayho opa u yerdan dilavayron bo'lib qaytdi. Kechqurun o'g'lini yoniga o'tkazib, otasi guvohligida rosa po'stagini qoqdi. Seni u qizning husni ko'zingni ko'r qilibdi bola, jahlini bosa olmasdi ona. U qiz g'irt yetim ekan-ku, tog'asini uyida yasharkan-ku. To'g'ri, iboli, hayoli, o'qimishli qiz ekan. So'rab surishtirdik, lekin otasi onasini rashk qilib o'ldirgan ekan. Qamalib, ruhiy xastalikka chalinib, o'zini
o'zi osib o'ldirgan ekan. Nahot sen bo'lajak prokuror o'z kelajagingga bolta urib, oilasini o'tmishi ayanchli bo'lgan bir qizga uylansang, es-hushing joyidami seni? Meni va otangning obro'sini bir pul qilmoqchimisan? Tog'asi mansabdor, puldor odam ekan, lekin buning bizga daxli yo'q. 7 pushtini surishtirib uylanish kerak. Nodon bola. Qariysan, qartasan, o'z naslingga tortasan deyishgan donolar. Bu mavzuni yopamiz. Men aytgan qizga uylanasan, tamom. Vassalom. Siz ham bir nima desangizchi, dadasi. Sendan o'tib nima ham derdim. Hamma gapni aytib, qarorni ham chiqarding. Piching qildi Botir aka. Jahl otidan tushsang yana obdon o'ylab ko'rarsan. Kelin bilan sen emas, o'g'ling yashaydi. Boylik, obro' va mehr bera olmaydi. O'g'lingda ko'ngil borligini unutma. Oyijon, so'z boshladi Faridun. Men qancha qizlar bilan uchrashdim. Birini xayoli boylikda, ikkinchisining orzusi chet ellarga sayohat, yana biri chet el markali mashina orzusida. Nahot shu qizlar menga baxt bera olsa. Siz kabi ziyoli universitet o'qituvchisidan bu gapni kutmovdim. Siz Shahrizoda bilan shaxsan suhbatlashganingizda fikringiz o'zgarardi. Uning dunyoqarashi keng, hadislar ilmidan xabardor, ko'zlari ma'naviyat nuridan yonib turadi. Bizni ko'zimizni esa boylik, mansab, obro' ko'r qilib qo'ygan. Mayli oyijon, siz aytgan qizga uylanganim bo'lsin. Shahrizodaga majburan uylanib, uning sizning ta'na-yu malomatlaringiz, zug'umlaringiz ostida baxtsiz bo'lib yashashini istamayman. U qiz baxtli bo'lishga haqli. Faridunning sovchilari qaytib kelishmaganidan Shahrizoda xafa bo'lmadi. Lekin yuragi allanechuk bo'ldi. Chunki yuragida Faridunga nisbatan mehr-muhabbat uchquni paydo bo'lgandi. Yaxshiyam olovlanib ketmadi. Vaqtida o'chirishdi. Hayot esa davom etadi. Shahrizoda bugun ishidan juda tushkun ahvolda qaytdi. Faridun uni sudxonada ko'rib, salomiga alik oldi-yu xonasiga kirib ketdi. Xuddi tanimaganday. Shahrizoda xonasiga kirib, ota-onasining kelin kuyovlik davrlarida tushgan suratini qo'liga olib, xayolan ular bilan suhbatlashdi. Go'zal oyijonim meni. Nega meni bir o'zimni tashlab ketdingizlar? Yetimlik shuncha yomon ekanmi? Har qadamda yetimlik toshiga qoqilyapman. Sizlarni juda ham sog'indim. Sizlarni ko'rgim, ota-onalik mehrini his qilgim kelyapti. Lekin noshukrlik qilsam uvol bo'ladi. Tog'ajonim, yangajonimdan Alloh rozi bo'lsin. Shu payt xona eshigi ochilib, hassasini taqillatib buvijonisi kirib keldi. Nabirasini bag'riga bosib nasihat qildi. Ko'nglini ko'tardi. O'zimni go'zal malikam meni. Aslo qayg'urma. Hademay oq otli shahzodan kelib seni baxt qoshonasiga yetaklab ketadi. Buvijon, ota-onam bu olamdan nega barvaqt ketishgan? Balki haqiqatni aytarsiz. Men endi katta bo'ldim. Haqiqatni bilishim kerak. Buvisiga najot bilan qaradi qiz. Oh, qizim-a, chuqur oh tortdi buvi. Onang haddan tashqari chiroyli qiz edi, xuddi sendek. Dadang qizimni devonalarcha sevib qolib sovchi yubordi. Buvang nimagadir rozi bo'lmadilar. Dadang o'zi sovchilikka kelsa bo'ladimi? Keyin to'y bo'ldi. Dadang juda rashkchi edi. Oyingni ko'chaga yolg'iz chiqarmasdi. Bizni uyimizga ham o'zi olib kelib, o'zi olib ketardi. Hayron qolardik, shunchalik ham rashk bo'ladimi deb. Keyin sen tug'ilding. 7 oyligingda oying seni poliklinikaga navbatdagi emlashga olib boradi. Qaytishda bir sinfdoshi mashinasida uyga olib kelib qo'yadi. Qizim xato qiladi. Minimasligi kerak edi. Dadangni bir ahmoq jo'rasi xotining falonchini mashinasida aylanib yuruvdi. Aytuvdim-ku, go'zallar bevafo bo'ladi degan gapni aytibdi. Rashk ko'zida yonib, aqlini yo'qotib qo'ygan dadang hech narsani surishtirmay uyga kelib onangni do'pposlay ketadi. Badaniga sog' joyi qolmaydi bechora qizimni. Kasalxonaga olib bordik. Jigari qattiq ezilibdi. 2 oydan keyin bu dunyodan ko'z yumdi. Tog'ang dadangni sudga berdi, lekin dadang hukm chiqqunga qadar aqldan ozib o'z joniga qasd qildi. U qilmishidan pushaymon edi, lekin kech bo'lgandi. Mahallada har xil gaplar tarqaldi. Og'ziga kuchi yetmaganlar onang nomini bulg'ashdi. Eri xiyonat ustida ushlab olibdi degan tuhmatlarni to'qib chiqarishdi.
Alloh bilguvchidir. Bu mudhish voqeaga sababchi bo'lgan dadangni jo'rasi bir kun kelib kechirim so'radi. Ikki qizi ham yomon yo'lga kiribdi. Bitta noo'rin gapim uchun Alloh qahriga uchradim deb ho'ngrab yig'ladi. Mana senga haqiqat qizim. Shahrizoda buvisini quchoqlab to'yib yig'ladi. Oradan hech vaqt o'tmay Shahrizodaga yana sovchi keldi. Faridunda ha. Zulayho opa o'zi sovchilikka keldi. Orzu-havaslar bilan to'ylar qilishdi. Faridun va Shahrizoda baxt va muhabbat koshonasining malika-yu shahzodasi bo'lishdi. Kelinlik libosida yal yonib turgan Shahrizodaning miyasiga quyidagi satrlar quyilib keldi. Yetim qiz kelin bo'ldi. Yor ayting yoronlar, baxt eshigi ochildi. Duo qiling yoronlar. Tog'ajon va yangajon, mendan rozi bo'linglar. Onam ruhi qo'llasin, hech yomonlik ko'rmanglar. Yetim qiz boshin silab, qalb mehringiz berdingiz. Sizlardan ming roziman, to'ylarimni qildingiz. Yetim qiz kelin bo'ldi. Yor ayting yoronlar. Bu satrlar qizginaning yuragidan quyilib, yana yuragi qa'riga singib ketdi. Uni o'zidan boshqa hech kim eshitmadi. U hozir juda baxtli edi. Shahrizoda yelib yugurib kelinlik xizmatlarini ado qilib, qaynonasining hurmatini qozondi. Hozirda ularning shirintoy o'g'ilchalari bor. Baxtimiz va muhabbatimiz mevasi deya Baxtiyor deb ism qo'yishdi. Shahrizodaning tog'asi va yangasi Baxtiyorjonga beshik to'y qilish tashvishida yurishibdi.